Ko'pchilik bu ikki o'yinni umuman noto'g'ri talqin qilyapti. PSG Liverpoolni mag'lub etdi, Atletico esa Barselonani. Hisob bir xil, lekin musiqasi har xil. Parij PSG Liverpoolni tamoman ezib tashladi. Qanot o'yinchilari to'liq ustunlikka erishdi. Doué, Kvaratskhelia PSJning parvozini baland qildi. Natijada Liverpool chekinishga majbur bo'ldi. Maydondagi sxemani o'zgartirdi, himoyalanishni afzal bildi. Lekin qani natija? Hech narsa o'xshamadi. Gol o'tkazib yuborgani mayli, darvozaga birorta ham zarba bera olmadi. Bunaqasi Liverpoolda oxirgi marta 2020-yil Atalantaga qarshi o'yinda bo'lgan edi. Xullas bu kecha faqat darvozabon o'ynadi. Liverpool o'ynamadi. Ular raqibning bosimiga bardosh bera olmadi va haqli ravishda mag'lubiyatga uchradi. Kataloniyaga o'tamiz. Boshida hammasi tuppa-tuzuk davom etayotgan edi. Keyin esa Barselona qandaydir 2 daqiqa ichida o'yinni boy berdi. Qizil, standart vaziyat va ajoyib gol. Shundan keyin Atletico o'yinni o'z qo'liga oldi. O'yin tezligini pasaytirishga harakat qildi. Maydondagi tempni to'liq boshqardi. Demak, manzara shu. 2 mag'lubiyat. Bittasini to'g'rilasa bo'ladi, lekin ikkinchisini odam qilish qiyin. Bir hafta bor. Vaqt ketdi.